Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat YouTube kanali ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalarim, ana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidan chorva bozorida bu yerda olinayotgan va sotilayotgan mollar olib berishga harakat qilamiz. Kimga mana shunaqa zotga boqaman deb qiziqayotgan akalarimiz videoda oxirigacha ko'rsating, mana shunaqa zotli boqalarni ham ko'rsatishni boshlaymiz. Metal deysimi, ablukol deysimi, hamma turidan bor. Videoda oxirigacha ko'rib kanalga bittadan like deb bosib qo'yasiz. Kimga mana shunaqa zotli boqalar kerak bo'lsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Savdosi bo'lib turgan joyidan ko'rsatishni boshladik. Qancha bo'lyapti savdosi? O'tib bering ozgina. O'tib bering yakın. Savdosi qancha bo'lyapti, o'g'a? 1,20 million 900 ming so'mga mashina savdosi bo'lyapti ekan. 21 million 900 ming so'mdan yemga tayyor shu zotga boqaman degan akalarimiz uchun. Ishni bitiringlar yengil so'rab. 22 beringchi tog'a. Ishni bitiringlar ertalabda. Tog'a 22 bering. Endi sotaman qo'shasiz. Bo'ldi, ishni bitiringlar ertalabda. Qancha deyapsiz buni? 24 million so'm kami bor ekan, akalar. Bo'ldi, ishni bitiringlar tog'a ertalabda. Bu bola kimdan ekan? Yo'q egasi. Ularning egasi yo'q ekan. Ular bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Xudoga zotga, fermaga boqaman deb so'rayotgan akalarimiz uchun faqat zotlilari. Kimga mana shunaqa buqalar kerak bo'lsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Qancha deyapsiz? 30 million so'm ozgina kam bor. Yemga tayyor varianti. Bozor qancha qilyapti? 27 million 500 ming so'mga kamiga yirik. 27 million 500 savdosi bo'libdi. Shu zotga boqaman deb so'rayotgan akalarimiz uchun mana bunaqa zotli buqalardan ham ko'rsatishni boshladik. Qancha bo'ldi bu? 26 million 300 ming so'mga akalar barakasi bo'libdi. Bir qator buni oyoq qo'ldan ko'rsatishni boshlaymiz. 26 million 300 ming so'mga barakasi bo'libdi. Kimga mana shunaqa zotli buqalar kerak bo'lsa, manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidan chorva bozorida. Bu buqalardan Olasiz. qancha deyapsiz? 28. 28 million so'm kami bor. Bozor qancha qilyapti? 25 million so'mgacha akalar savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1,25 kilo atrofida chiqib qoladi. Bu buqalar kimdan ekan? To'g'ri sizdan bular? Ular narxi qanaqa ekan? Ularning egasi yo'q ekan, akalar. Bir qator ko'rsatishni boshladik biz. Ana endi o'sha ablukol ishqibozlar uchun ablukol variantlaridan ham ko'rsatishni boshladik. Ishchasi qomatli o'shancha aytiryapti. Bular sizlardanmi to'g'ri? Ular narx-navoz qanaqa ekan? 40 million kami bor. Bozor qancha qilyapti? 32, 33, 34, 35 savdosi bo'lyapti ekan. 10 ta bor. Telefon nomerlarini qolsamizmi? Sotilib ketadi. Ana o'sha aytilgan 10 talarni bular bir qator ko'rsatib chiqishni boshladik. Kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidan mol bozorida. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring ham narxlarni kelishtirib beriladi. Ana shunaqa zotli boqaman deb havas qilayotgan akalarimiz bu. Zotga boqaman deb kutib turgan. Hojalarimiz like deb bosib tursalar, xudoolsa bugun avtdan keyin bo'lsa yoki ertaga mana shularni to'liq videosini YouTube'da yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Qancha bir savdosi bo'lyapti? Ular kimdan ekan? Allohga tavakkalga. Ular narxi qanaqa ekan? Allohga tavakkalga. 62 dan baho bo'lyapti. Kilosiga 62 ming so'mdan. 8 62 ming so'mdan kilosiga savdo bo'lyapti ekan. Xursandchilik bilan. Bular tagi serafa. Telefon nomerlarini qolsamizmi? Telefon nomeri ha? Aytaverasiz. 93 813 04 98 aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring kelishtirib berishadi. Dastavkalarni qilib ham beriladi kelishilgan holda.
Ana endi bularni bir qator ko'rsatib o'tishda boshladi. Kimda kimga ana shunaqa zotli bo'qalar kerak bo'lsa aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, narxlarini kelishtirib dastavkalarni qilib beriladi. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqinglar bo'ldi. Ish bitadi telefon qilgan odam. Qaysi biri savdosi bo'lyapti? Endi bularni ko'rsatishni boshladik. Bu tomondagi tog'dan shekilli. Kimda kimga mana shunaqa zotli buqalar kerak bo'lsa aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, narxlarni kelishtirib beriladi. Bu buqalar kimdan ekan? Bular akalar egasi yo'q ekan. Bular bir qator ko'rsatib o'tib qo'yamiz. Yemga tayyor variantlardan so'ragan akalarimiz uchun narxlarni kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang bo'ldi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bulardan endi bir qator yemlanayotgan yemga tayyor variantlarni ham ko'rsatib o'tishda boshladik. Mana bu yerda o'sha yemga tayyor yemlanayotgan buqalarni ham ko'rsatamiz. Qani bo'lsa. Bu buqalar kimdan ekan? Ular narx qanaqa ekan, tova? Ha, egasi keladi, egasi yo'q ekan. Ungacha bularni bir qator ko'rsatib o'tib turamiz. Hojaka videoni ko'rib o'tiribsiz. Bitta like bosib, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz, narxlarni kelishtirib beriladi. Mana bunaqa buqalar ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, bo'lsa yemlanayotgan yemga tayyor variantlari ham bor. Ana endi savdosi bo'lib turgan joydan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qaysi bir savdosi bo'lyapti? 1 kilo o'tib har kuni ham 1 kilo chiqib bo'ladi. To'g'ri, qaysi bir savdosi bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? 61 ming so'mdan taroziga savdosi bo'lyapti ekan akalar. 61 ming so'mdan xudoso'nshi. Buqay ham buqay yaxshi. Buqa orqa boshlari ham vahshiy zo'r yemlangan variantlari. 61 ming so'mdan akalar taroziga savdosi bo'lib turibdi ekan. Bo'ldi, kelishtirib ishni bitiringlar, o'zi ishlang bitib qolgan. Akalar qaysi bir savdosi bo'lyapti? Qancha? 61 ming so'mdan buni ham akalar savdosi bo'lyapti ekan. Bir qator ko'rsatib o'tib qo'yamiz, lekin buqani ham yaxshi boqilgan zotidan akalar. Ana endi o'sha metalga qiziqadigan akalarimiz uchun o'sha metal deysimi, ablikol deysimi, hamma turidan ko'rsatishni boshladik. Bu buqa kimdan ekan? Mana bunaqa buqalarni ko'rib o'tirgan akalarimiz uchun kanalga bittadan like bosib qo'yasizlar. Hozir buni ham biroz o'tirib avzorini olib beramiz akalar. Kep turing tova. Bu buqa kimdan ekan? Sizlardan emasmi tova? Akalar buni egasi yo'q ekan, lekin molni boqqandim. Otasiga rahmat deydi. Mana buqani ko'ringlar, hojaka. Videoni ko'rib o'tiribsiz, bittadan like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa bizga foydangiz tekkan bo'ladi. Buni bir qator mana ko'rsatishni boshladik. Metal ishqibozlariga metal deysizmi? Bu buqa kimdan ekan? Ustaka. Bu buqa sizlardan? Akalar bu egasi yo'q ekan, xudo xolasa. Xo'sh akalar. Qancha bo'ldi? 61 ming so'mdan akalar mana shuni taroziga berilibdi. Kilasana mana necha kilo chiqqanini ham bo'lsa bilib o'tamiz. Necha kilo chiqdi? 560 kilo. 560 kilo chiqdi akalar mana shu buqamiz. 61 ming so'mdan taroziga barakasini beribdilar. Akalar, videomiz davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz deya bugungi videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga bittadan like bosib, shuhratus. Do'stlarga podilishda qilib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa bugungi videomizga yakun yasaymiz. Video davomida xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.